Qarang, Samsung televizorlariga sbros bergandan keyin hozir ko'radigan holatingiz bo'lib qoladi. Samsung yana shunaqa ba'zi bir televizorlarga shunaqa holatlar bo'ladi, ya'ni Bluetooth orqali ulanadigan televizorlar bo'ladi. Hozir ko'rib turganingizdek mana shunaqa holat bo'lib qoladi. Ikkita barmoq bilan, ya'ni pultni ikkita knopkasini birga bosish kerak. Agarda sizda oddiy обычный pult bo'lsa, mana bunaqa oddiy обычный pult bo'lsa, hozir uni ham ko'rsatib o'taman video davomida. Hozir mana shunaqa holat bo'lib qolsa, hozir agarda sizda sbros berganingizda shunaqa holat bo'lib qolgan bo'lsa, hozir ko'rsatamiz bir nechta yo'llarni. Xo'p, agarda sizda shu sbros berganingizda shunaqa holat bo'lib qolsa, bu pultni televizorga bog'lash, ya'ni Bluetooth orqali bog'lash uchun qo'llanma. Ikkita knopkani birga bosish haqida ma'lumot berayotgan bo'ladi. Agar sizda Bluetooth pult bo'lsa, Samsungning o'zini pulti bo'lsa, Bluetoothli simsiz ulanadigan pulti bo'lsa, shu belgilangan tugmani birga bosasiz. Agar sizda unaqa bo'lmasa, yo bu hozir aniq yo'q, televizor oldimda Samsung televizori bo'lmaganligi uchun pulti bor. Ko'rsatib o'taman, ba'zi bir knopkalarni bosib tekshirib ko'rasiz. Agar bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa bo'lmaydi. Buni yoki mana bu e-hit tugmasini yoki menu ishqilib mana shu knopkalarni bosib ko'rasiz. Agarda bo'lmasa, sizga mishka kerak bo'ladi. Bluetoothli mishkami yoki oddiy mishkami? Oddiy simli mishka bo'lsa ham bo'laveradi, farqi yo'q. Mishka bo'lsa bo'ldi. Televizorda USB joyiga ulaysiz. Mana USB joyiga ulaysizda davom etish tugmasini bosib ketaverasiz. Dalshi bosib davom etib oynani ochib olganingizdan keyin bo'ldi, o'zingizda обычный pultingizni ishlataverasiz. Faqatgina davom etish uchun mana shunaqa mishka kerak bo'ladi. Agar sizda Bluetooth pult bo'lmasa, Bluetoothli pulti bo'lmasa, Samsung televizoringizda Bluetoothli pulti bo'lmasa, mishka yordamida boshqarib ketsangiz bo'ladi. Shu menyudan chiqib olsangiz bo'ldi. Bu yerga oddiy pultingiz ishlayveradi. Mishka xohlasangiz simli mishka, xohlasangiz Bluetooth mishka. Uyingizda bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa bironta tanishingizdan 5-10 daqiqaga olib tursangiz bo'ladi. Yoki bu pultda ham har xil knopkalarni bosib ko'rsangiz o'tib ham ketishi mumkin. Hozir aniq Samsung televizori yo'qda, bo'lmasa o'zim ko'rsataman aniq knopkasini, qaysi knopkasini bosishni. Bo'lmagani uchun o'zingiz sinab ko'rasiz. Chunki kanalimizga shu masala bo'yicha ko'p savollar tushyapti. Bu yoqqa o'ta olmayapmiz degan savollar tushyapti. Shuning uchun ozgina ma'lumot berib o'tmoqchi bo'ldim. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, bizlarni kuzatib boring. Hozircha xayr, salomat bo'ling.